Raspakovka chek, ikkinchi qism, birinchi qismni albatta profilda ko'rsangiz bo'ladi. Xitoydan kelgan tovarlarimni davomini sizlar bilan birgalikda raspakovka qilamiz. Tovarlarim menga avia kargoda 9 kunda qo'limga yetib kelgan. Juda ham ko'p narsa zakaz qilganim uchun videolarni qismlarga bo'lib chiqazyapman. Birinchi zakaz qilgan narsam mana shunaqa ko'yne, bu vipiska uchun, ya'ni to'g'ri aytdimmi yo'qmi? Radomdan chiqishimga mana shunaqa ko'yne zakaz qilgandim. O'zimizda shunga o'xshash ko'ynelarni 400 ming, 450 ming, 500 mingdan kam ko'rmaganim uchun men Xitoydan qidirib ko'rdim. O'zimga shunaqa yoqadigan ko'yneni zakaz qildim. Kачествоsi mana videoda ko'rib turibsizlar. O'zimga juda ham yoqdi. Xitoydan o'zini narxida 175 mingga zakaz qildim. Kargosi bilan 240 mingga tushdi. Kalta ham bo'p kelmagan, hijoblilarga mos bo'p kelgan. Keyingi zakaz qilgan narsam tug'ruqdan keyin menga kerak bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin mana shunaqa korsetli lyamochka ekan. Ikkita zakaz qildim. Bitta choko, bitta oddiy bej rangidan. Bular menga ikkalasi 70 mingga tushdi. Keyingisi sal g'alati narsa, lekin atiga 5 ming so'mga zakaz qilgandim. Erim uchun shunaqa prikolli qiziq chexol. Aynan Xitoyda chexollar 3 ming, 4 ming so'mdan boshlangani uchun tinmasdan har safar arzimagan pulga chexol ham zakaz qilib yuboraman. Keyingisi vipiskam uchun shunaqa baletka sifat narsa. Buni ham sifati juda ham zo'r kelgan. Kargolari bilan menga 80 mingga tushdi. 5 yildan beri chet eldan tovarlar zakaz qilsam, 4 yildan beri o'quvchilarimni sifatli o'qitib kelishga harakat qilganman. Men aynan zakaz pro kursimda 7 ta davlatdan o'zini narxida birinchi qo'l bo'lib arzon va sifatli tovarlarni zakaz qilishni o'rgataman. Sizlar ham bemalol chet davlatlardan shunaqa sifatli tovarlarni arzon sifatli olishni aynan meni kursimda o'rganishingiz mumkin. Keyingisi bittali va ikkitali mana shunaqa pastellar zakaz qilgandim. Pastellar ham 100-120 mingdan qimmatga tushmaydi Xitoyda. Aynan shu pastellarni sizlar o'zimizdan 400-450 mingdan kamiga sotib olmaysizlar. Agar siz ham shunaqa tovarlarni o'zini narxida olishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib, lichkadan murojaat qiling.